Hurmatli magazin 136 podpischilari, bugun sizlar bilan triko ojakda nima narsa e'tibor berish kerak, shularni bir qator sizlarga tushuntirib beraman. Videoni maksimal oxirigacha ko'ring, xudo xolasa sizlarga foydali, manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Asa boshladik. Assalomu alaykum magazinimiz podpischilari. Boshlagan kunlaringiz xayrli va barakatli bo'lsin. Xudo xolasa sizlar bilan ekran qarshisida kamina dadaxon bo'ladi. Xudo xolasa bugungi obzorimiz, bugungi videomiz sizlarga zo'r va foydali bo'ladi degan umiddamiz. Nechun desa bugungi obzorimiz уже ko'rib turganlaringiz trikolarimizning obzori bo'ladi, xudo xolasa. Videoni boshidan sizlarga manzilimizni yana bir qator tushuntirib o'taman. Manzilimiz Urganch Raycenter bozori 3-qator 136-magazin bo'ladi, xudo xolasa. Kelaverasizlar magazinimizga. Bugungi obzorimiz trikolarning narxlari ili triko ojakda nima narsaga e'tibor berish kerak, nishatib olish kerak, nechik trikolarni xarid qilish kerak, shularni sizlar bilan bir qator tushuntirib beraman. Qaranglar, endi oldimiz yozda yubka triko kiymasak bo'lmaydi. Shu yubka triko ojak vaqti nima narsalarga e'tibor berish kerak, shularni sizlar bilan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bilasizlar, bizani yosh kattag'alarimiz kuzatadi. Shuning uchun ular uchun bizada zo'r premium kачествоda, asosiysi xibishli materialda trikolarimiz kelishda davom etadi. Qaranglar, yubka xibishli bo'ladi. Yozda kiyib beradigan yeri, lekin bularni sizlar bilan hozir birma-bir obzorini ko'rsatamiz. Qaranglar, ko'rib turganlaringizdek xibishli yubka bo'ladi. Yozda kiyib beraveradigan. Bu narsadan ko'p so'radingizlar, sizlarga aytganishda davom etamiz. Qaranglar, narxlarini ham вообще zo'r narxda, xudo xolasa sizlar uchun qilib beramiz. Narxini keladigan bo'lsak, narxi 120 ming so'mdan magazinimizdan xarid qilsangizlar bo'ladi. Chistin xibishli narsa bo'ladi, hurmatli mijozlarimiz. Eldimizda endi sanatoriya deysizlar, davolanmoqqa ketadilar ko'pchilik xaridorlarimiz. Shunda Dorbanisada yo bo'lmasa uyning ichida yana boshqa narsa so'raganlar mijozlarimiz uchun ham kelib qo'yibmiz. Qaranglar, zamoklari ochilmagan. Ko'rib turibsizlar. Narxi 120 ming so'mdan magazinimizdan xarid qilsangizlar bo'ladi. Ham tikilishlarini ham e'tibor beringlar. Triko xarid qilsak vaqtda shu tikilishlarni albatta e'tibor berib o'tinglar, hurmatli mijozlarimiz. Qaranglar, yana ko'rib turibsizlar, tikilishlar ham вообще zo'r, ibellar fosforli variantda bo'ladi. Endi qaranglar, ko'chada bu yoqda yuradigan mijozlarimiz uchun ham setishli variantdan ham trikolarimizni xarid qilganmiz. Qaranglar, Alva firmadan bo'ladi. Bilasizlar, bu firmani o'zi kiygan mijozlarimiz dim yaxshi biladi. Reklama qilib o'tirishimiz shart emas. Ham kачествоsi ham yaxshi bu narsani. Ellaringizda bo'yoqlik umuman bilinmaydi. Ham havo o'tiradigan bo'ladi. Shu narsaga yaxshilab e'tibor beraylik. Ko'pchiligimiz aytamiz, "Ay, bu havo o'tirmaydi-ku", deb ko'pchilik mish-mishlar tarqaladi. Bu narsadan emas, hurmatli mijozlarimiz. Razmerlarni bir qator tushuntirib o'taman. Razmerlari 48 dan 54 dan chiqadi. Bir rasvetkamizning esa 50 dan 56 gadan chiqadi. Kubik rasvetkamizdan ham bor. Bu firmaning o'zi kiygan bratlarimiz dim yaxshi biladi. Buni ham narxlarini xudo xolasa sizlar uchun zo'r chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bir rasvetkamizga keladigan bo'lsak, narxini 130 ming so'mdan magazinimizdan xarid qilsangizlar bo'ladi. Keyin qaranglar, Foreni originalidan keyin Chistin original bo'ladi bu narsamiz. Bilasizlar, bu narsamizni o'zi bu Fore firma Turkiyaniki edi, lekin hozirda o'zlarimizni o'zbek bolalarimiz ishlab chiqarib o'tibdi, lekin kачествосidan вообще gap yo'q ekan. Chistin bir atib ishlatibdilar. Haqiqatan ham zo'r materiallar, qaranglar. Вообще zo'r, ham tikilishlar ham umuman zo'r tikilgan. Xullas, gap yo'q вообще. Ham rezinka joylari ham mo'shi. Bu narsa ham xibishga o'xshaydi, lekin bu narsamiz plyus bahosi sal bitta qimmatroq. Razmerlarga keladigan bo'lsak, razmerlari 3XL dan 6XLgacha chiqadi. Narxi 140 ming so'mdan magazinimizdan xarid qilsangizlar bo'ladi. Endigi navbatga keladigan bo'lsak, endigi navbatda shalovarlarimiz bo'ladi. Hurmatli mijozlarimiz, Chistin paxtadan bo'lgan triko kiyman degan mijozlarimiz uchun ham yoshi katta og'alarimiz uchun bo'ladi bu rasvetkamiz. Narxina keladigan bo'lsak, narxi 120 ming so'mdan magazinimizdan xarid qilsangizlar bo'ladi, hurmatli mijozlarimiz. Faqat lekin hozircha shu oq svetidan bor. Razmerlari, bilikan razmerlari qan 58, 56, 62, xullas 62. Eng katta razmerlardan qolgan narxlari 120 ming so'mdan magazinimizdan xarid qilsangizlar bo'ladi. Endi qaranglar, bizada yosh kattaqalarimiz ko'pincha молодежный kiyinadi. Shundan ham молодежный variantda aytganmiz. Qaranglar, Chistin sportivniy variant bo'ladi. Albatta, большой meka razmer bo'ladi. Razmerlari 54 dan 60 dan chiqadi.
ko'chada kiyib yurmakka udobniy, ham havo o'tiradoni bo'ladi. Hurmatli mijozlarimiz, shu narsaga yaxshilab e'tibor beraylik. Ham bu yerlari fosforli variantda bo'ladi. Gechda yonib turadigan varianti. Endigi navbatga keladigan bo'lsak, qaranglar, yarim kilogram chiqmaydi bu narsamiz. Kачествоsi nomasa вообще gap yo'q. Razmerlari 50 dan 56 gacha chiqadi. Brasvetchamiz ham вообще zo'r. Trikozak vaqtam shularga bir qator e'tibor berib o'tali. Bu narsamiz havo o'tiradimi, havo o'tirmaydimi, shu narsaga yaxshilab e'tibor berali. Ko'pincha sintetik narsa yozni kuni kiyib bo'lmaydi, chunki u narsamiz уже qizdirib beradi. Bu narsamiz lekin sintetik emas. Havo o'tiradoni bo'ladi, hurmatli mijozlarimiz. Keyin qaranglar, brasvetchamizdan ham bor, lekin oldin aytib o'tayim, brasvetchamiz faqat 52 degan bilan 54 razmeri qolgan. Agar ana kimnidir razmeri to'g'ri keladigan bo'lsa, kачествоsi ham вообще zo'r, buzdekdan tutadigan varianti bo'ladi. 110 ming so'm berib beraman. Ana kimnidir razmeri to'g'ri keladigan bo'lsa, tikilishlari ham вообще zo'r. Qaranglar, oyoqlaringizda boyuqlik umuman bilinmaydi. Ham brend lekin вообще zo'r. Zegnadan bo'ladi, Chesin originali bo'ladi. Bu narsamiz o'zini vaqtida 150 ming so'mgacha sotilgan. Endilikda magazinimizdan 110 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Ham kачествоsi ham вообще zo'r. Endigi navbatga keladigan bo'lsak, bu narsamiz ham молодожный bo'ladi. Narxlari 120 ming so'mdan. Qaytib beraman, xudo xolasa, brasvetchani ham kelaverasizlar. Endi qaranglar, sportivniy variant emas, mana vera ham tashkil ham to'ya giymakka ham ko'chaga kiyishim kerak degan mijozlarimiz uchun ham, yosh katta og'alarimiz uchun qaranglar, premium kачествоda trikolarni xarid qilganmiz. Bu trikomiz esa triko deb ham bo'lmaydi, bu narsani pol klassika variantda tikilgan cholurimiz deb aytsak ham bo'ladi. Ham bu narsa ikki xil universal ketaveradi. Ham triko etib kiyasiz, ham cholur etib kiyasiz. Qaranglar, bokovoy kisa. O'zi bu narsani yaxshi biladi mijozlarimiz, bokovoy kisa deb aytiladi bu narsa. Bu narsani ham ko'chaga kiyib bilasiz, ham to'ya, ham tashkilga kiyib bilasiz. Narxini keladigan bo'lsak, narxi 135 ming so'mdan magazinimizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu narsamiz uskirak model emas, sal bitta kengroq bo'lib turadi. Shuning uchun narxi sal bitta qimmatroq uskisidan qaraganda. Qaranglar, brasvetchamizdan mana shu narxda xarid qilsangiz bo'ladi. Endi qaranglar, shu modelni sal bitta uskirak modelini aytganmiz. Narxini 130 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Brasvetcha ham вообще zo'r. Razmerlari 46 dan 52 gadan chiqadi brasvetchalarimizni. Keyin qaranglar, plashovka materiallardan ham sizlar uchun aytgancha davom etib turibmiz. Razmerlariga keladigan bo'lsak, razmerlari 50 dan 56 gacha chiqadi. Kачествоsi ham вообще zo'r. Endi qaranglar, shu yerda bir narsani sizlarga aytib o'tayin. Bu narsamizni olib keldik, bilasizlar. Kачествоsi вообще zo'r. Ham premium kачествоda Boss brendidan bo'ladi. Qaranglar, o'zini vishpkasi trikoni o'zidan bosilgan varianti. Ham enlaringizda boyuqlik umuman bilinmaydi, qizdirib beradigan material emas. Razmerlari 31 dan 38 gadan chiqadi. 38 razmeri qolgan hurmatli mijozlarimiz, agar ana kimnidir razmeri to'g'ri keladigan bo'lsa, 170 ming so'm berib beramiz. Narxi 220 ming so'mlik edi, hurmatli mijozlarimiz. Bu narsamiz Chesin Xitoyniki originali bo'ladi. Shuning uchun narxi qimmatroq. Negativ brendlarimiz ham 38 razmer hisoblanadi. Narxini 170 ming so'mdan magazinimizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu yerda ko'rib turgan bu narsamiz esa 120 ming so'mdan magazinimizda bor. Brasvetchalarimizga keladigan bo'lsak, uje bularga baho aytib o'tirilmaydi. 80 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Uje ozgina qoldi, yozgidan ham oz qoldi. Keyin bundan kimdir agar kerak bo'lgan bo'lsa, kuzgi, bahorgi modellarimiz. Faqat sonlari cheklangan narsamiz. Bu videomiz sizlarga qisqacha bo'lsa ham foydali, manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Videomizni qo'llab-quvvatlash maqsadida va keng tarqalishi uchun bir like bilan zo'ridan, ajoyibidan bir dona kommentariy yozib qo'yish yoddan chiqmasin. Dastavka bo'yicha ham bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Dastavkamiz Urganch shahri bo'yicha besplatniy bo'ladi. Viloyat, tumanlarimiz ham bor. 12 viloyat ham mavjud, hurmatli mijozlarimiz, dastavkamiz. Xudo xolasa futbolchalarimizdan ham assortimentlarimiz ko'p. Kelaverasizlar magazinimizga. Magazin 136 sizlar uchun yangilik qilishdan to'xtamaydi. Sog' salomat olasizlar. Sizlar bilan ekran qarshisida Kamina Dadaxon bo'ldi.